Hammaga do'stlar salom. Bu Kristobal. Faqat bu safar ukamiz ko'p kattalik qilib maxluqingiz bilan PvPlashaman deyapti. O'shaning uchun bunga bir dona zombi beramiz, lekin bu hozircha kreativda xohlagan narsalarni olishi mumkin. Nezaret va qilichmi, nima, shlemmi, hammasini olishi mumkin. Xohlasa sehr ham ishlatishi mumkin. Faqat PvP boshlangan vaqtda kreativni o'chiramiz. bilan urushaman. O'shaning uchun hozircha bunga maxsus bitta zombini taxlaymiz, lekin zombiga birinchi raundga hech nima kiydirib o'tirmaymiz. Sen hozircha o'zing uchun nima qurollaringni, shitpiklaring hammasini taxlagin, kiyimlaringni. Xo'sh, короче, men zo'r PvPlashaman deb qo'ydim. Men buni PvPlashmoqchi edi, lekin men yo'q dedim. Undan ko'ra bitta zombiga qarshi chiqdi dedim. Hozir o'shani taxlaymiz. Bizga 1 hour later. One hour later. yana. Bular o'yinmi bular? Ko'ring. Qaysi yo'lakda? Mana shular. Oy, bu nima uchun o'yladi endi? Do'stlar, hozir hamma kutgan vaziyat. Plish bor nezaretdan. Hammaslar ham nezaretdan. Ana qanday deyam bor bunda. Tamam. Xo'sh. Tayyormisan? Xo'sh, qani kim yutadi? Urmayapti buni. Muhammad yutdi. Bu birinchi raund edi. Bizda oddiy zombicha edi. Endi Kichkina zombicha sehrlayman. men senga vaqt berdim sehrlashga. Bering, kitob bering. Mana. Hozir bitta shu bilan urushgan kitob beraman. Urushi bo'lsam keyinmi? Ha. Parashoqqa. Eşaqqa bor. O'ldiraman. Muhammad, sen aytmayman yora bor. Men zombichaga aytaman. O'ldiraman uni. O'ldirishim kerak. Hozir basharadan o'ldiraman. Muhammad chiqsa ham o'qiladi. Ma'lumman-ku, ne? Urdu bu. Kim urdu hozir meni? Asab qilmagin meni. Hay. Bu haromning shlemi qayerga ketdi? Menga kelgani yo'q shlemi. Boshida ham yo'q. Hay. Qo'y boraman. Tayyor tur. Qo'y boring. Давай, ha. Men shu bilan urush beraymi? Uydaman. O'zim uydaman. Uyimda. Do'stlar, afsuski, videomizning oxiri umuman saqlanib bo'lib qolmagan, lekin 1-1 bo'lganda kichkina zombicha bir marta Muhammadni o'ldirdi. Muhammad bir marta kichkina zombichani o'ldirdi va 1-1 bo'ldi va shunda durang bo'ldi. Keyingi oxirgi videoni men PvP o'ynaganim Muhammad bilan PvP o'ynaganim yo'qolib qoldi prosta. O'shaning uchun hammaga xayr.